O'g'ilmi, qizmi? Farzand rejalashtirishni o'rganamiz. Buni qizg'anchiq dugonanglarga yuborib qo'ymaylik yana. Xitoy kalendarimi? Yo'q, umuman ishlamaydi. Men Sevara Abdullayevna 15 yillik tajribam asosida sizlarga 70-80% ishlaydigan usulni o'rgataman. Bu usul ovulashni usuli hisoblanadi. Birinchi o'rinda sizning hayz kuningiz necha kunligini bilib olishimiz kerak. Agar sizda 24 kunlik yoki 28 kunlik, 30 kunlik va 35 kunlik siklingiz bo'lsa, hayz kuningizni birinchi belgilab olamiz va o'sha hayz kuningizni biz 11, 12 yoki 13, 14 kunlari folikulometriyaga chaqiramiz. Shunda sizda yetilayotgan folikul bo'lsa, uni kuzatishni davom etamiz. 3 oy ichida sizning folikulingiz kuzatilinadi. Agar sizda 14 yoki 15 kunlar yorilayotgan bo'lsa, sizga qanday yotib turishni va nima ishlar qilishni o'rgataman va 70% sizda yoki o'g'il yoki qiz bo'lishi mumkin. Agar sizda hayz siklingiz 28 kunlik bo'lsa, buni birinchi kunidan hisoblaysiz. Kelgan kunigacha 28 kunlik bo'lsa, sizda ovulyatsiya kuni 14-kuni bo'lishi kerak. Agar sizda hayz siklingiz 30 kunlik bo'lsa, unda 15-kuni ovulyatsiya bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda siz hayz siklingizni bilib olishingiz kerak. Ko'pincha hayz tugagandan keyin hisoblashadi. Bu noto'g'ri. Hayzni kelgan kunidan hisoblab belgilaysiz. Shunda hayz